Futbol olamida shunday insonlar borki, ular yillar davomida boshqalarning soyasida mehnat qiladi. Ammo vaqti kelib, sahna markaziga chiqqanida butun dunyoni hayratda qoldiradi. Bugun biz Bavariya bilan 6 ta sovrinni yutgan, Germaniya mashinasini qaytadan yurgizgan va endilikda Barselona taqdirini qo'liga olgan Hans-Dieter Flick haqida gaplashamiz. U qanday qilib oddiy yordamchidan dunyoning eng talabgir murabbiyga aylandi? Flickning futbolchilik faoliyati yomon kechmagan. U Bavariya safida 100 dan ortiq o'yin o'tkazib, 4 marta Bundesliga chempioni bo'lgan. Ammo jarohatlar tufayli u bor yo'g'i 28 yoshida butsasini mixga ilishga majbur bo'ldi. Ko'pchilik uchun bu fojia bo'lishi mumkin edi, lekin Hansi uchun bu yangi davrning boshlanishi edi. Flickni uzoq vaqt davomida faqat Germaniya terma jamoasi muxlislari tanishardi. U 8 yil davomida Joachim Levning yordamchisi bo'lib ishladi. 2014-yildagi Germaniyaning jahon chempionligida uning hissasi beqiyos. U taktik tahlillar va futbolchilar bilan psixologik aloqa o'rnatishda usta edi. Ammo hamma muvaffaqiyatlar bosh murabbiyga yozilardi. Flick esa jimgina o'z vaqtini kutardi. 2019-yil, München. Bavariya inqirozda murabbiy Kovac ishdan bo'shatilgan. Flick vaqtinchalik murabbiy sifatida tayinlandi. Hech kim undan mo'jiza kutmagandi. Ammo u nima qildi? U jamoaga hujumkorlik va yuqori pressingni qaytardi. Natija, Bavariya raqiblarni ayamay tor-mor qila boshladi. Eslaysizmi, Barselona bilan o'sha mashhur 8-2? Bu Flickning imzosi edi. O'sha yili u Bavariya bilan mumkin bo'lgan barcha 6 ta sovrinni yutib, tarixdagi eng muvaffaqiyatli qisqa muddatli debyutni amalga oshirdi. Flickning futboli bu shafqatsiz energiya. U futbolchilardan nafaqat texnika, balki temirdek intizom va maksimal jismoniy holatni talab qiladi. Uning jamoalari to'pni yo'qotgan zahoti uni qaytarib olish uchun butun jamoa bo'lib yopiriladi. Bu gegenpressingning eng cho'qqisidir.